Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum qadrli kichik do'stlar. Güzel Dinim programımızın 4. sanıqı kelgininglarni qizg'in qarshi olamiz. Biz bu programımızda Mening Güzel Dinim nomli kitobning 1-qismidan boshlab sizlarga sunib kelyapmiz. Bugungi mavzuimiz Jannatning yo'li. Mikrofon oldida do'stinglar Qizil Yupurmoq. Jannatning yo'li. Bir kuni payg'ambarimizning do'stlaridan Hazrati Muaz payg'ambar alayhissalomdan: "Ey Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan va jahannamdan uzoqlashtiradigan bir ishni deb bersang" dedi. Payg'ambar alayhissalom: "Bek cho'ng bir narsa istavatsan. Ammo bu Alloh osonlashtirib bergan kishi uchun nihoyat qolaydir. Hech qanday narsani sherik qilmagan holda faqat Allohga qulluq qilgin. Namozni ta'dil arkan bilan o'qigin, zakot bergin, Ramazon ro'zasini tutqin. Kuching yetsa, iqtisodiy ahvoling yor bersa, hajga borgin" dedi. So'zining davomida: "Endi sana xayr ishigini ko'rsatib qo'yaymi? Ro'za jahannam va gunohlarga qarshi qalqondir. Sadiqa suv o'tni o'chirgandek gunohning azobini yo'q qiladi. Kechining o'ttirisida qopib tahorat ilib o'qigan namozmi gunohlarning azobini yo'q qiladi" dedi. Ondan keyin Rasululloh alayhissalom bu oyatni o'qidi. Ularning yonlari o'rin ko'rpidan yiroq bo'ladi. Ya'ni ular kechasi ibodat qilib ozuqlaydi. Ular Parvardigorining azobidan qo'rqib, rahmatini umid qilib uningga duo qiladi. Ularga biz rizq qilib bergan narsalardan yaxshilik yo'llariga sarf qildi. Ularning qilgan amallariga mukofot yuzasidan Allohning huzurida saqlangan va ularni xushal qildigan katta ne'matni hech kim bilmaydi. Sajda surasi 16 va 17 oyatlar. Keyin mundaq dedi: "Sana barliq ishlarning beshi, asosiy turki va eng muqaddas bo'lganini deb beraymi?" Hazrati Muaz: "Ma'qul, deb bergin ey Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz: "Ishning beshi islom, turki namoz, eng muqaddas bo'lgani jihoddir" dedi. Ondan: "Sana mushularning hammasining jon tomirini deb beraymi?" dedi. Hazrati Muaz: "Qani, aytib bergin ey Rasululloh" dedi. Bunun bilan payg'ambar alayhissalom tilni tutib ko'rsatib turib, "Mushuni ching saqla" dedi. Hazrati Muaz: "Ey Rasululloh, biz qilgan gap so'zlarimiz uchunmi hisob beramdimiz" dedi. Payg'ambarimiz: "Ey Muaz, Alloh sana yaxshilik ato qilg'ay. İnsanlarning jahannamga kirishiga shu til, ya'ni ig'iz bilan qilgan gunohlar sababchi" dedi. Bu hadis Tirmizining iymon bobida tilga ilingan. Qizim nayt yaxshi o'qib berdingiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Endi biz diniy vazifa va mas'uliyatimiz mavzusidan boshlaylik. Tuvanda biz o'zimizning qanday diniy vazifalarimiz va mas'uliyatimiz nimalar bu haqda biroz ma'lumotga ega bo'laylik. Alloh taolo bizga nurg'un ne'matlarni bergan. Bu ne'matlar ichida eng muhimi aqldir. Biz aql orqali to'g'ri bilan xatoni, yaxshi bilan yomonni farqlantiramiz. Shunga aql va tafakkur qilish qobiliyati insonni boshqa jonliqlardan ayirib turadigan eng asosli alohidliklardan biridir. Aql ne'matiga mas'uliyat erishib kelgan. Nayt diqqat qilinglar. Aql ne'matiga, ya'ni Alloh ato qilgan bu aql ne'matiga mas'uliyat erishib kelgan bo'ladi. Bu ne'mat Alloh sizga madomiki sizni aqlsiz saranglardan qilib qo'ymay aqlliq bir inson qilgan ekan, aqldan iborat bu ne'matni sizga bergan ekan, undaqda sizning qilishga tegishlik mas'uliyatlaringiz, majburiyatlaringiz bor degan gap. Chunki bizga bu ne'matlarni bergan Alloh taolo bizni mas'uliyatdan xoli holda o'z ixtiyorimizga qo'yib bermagan. Biz uchun foydali va yaxshi bo'lgan ishlarni qilishga buyurgan. Ziyonli va nachar ishlarni bo'lsa man'i qilgan. Dunyo va oxiratda baxtli bo'lishimizni kapolatga ega qildigan bir qator mas'uliyatlarni ustimizga yuklagan va bu mas'uliyatlarni ado qilishimiz talab qilingan. Qisqasi, qilishga tegishli ish-harakatlar va qilmaslikka tegishli ish-harakatlar
diniy vazifa va mas'uliyatlar deb atiladi. Nihoyat yaxshi esinglarda saqlab olinglar. Xo'sh, endi qancha yoshga kirganda balog'atga yetgan bo'ladi degan bir savol. Balog'atga yetish yoshi bolalarning tan qurilishi va iqlim sharoitiga asosan farqli bo'ladi. Balog'at yoshi umuman o'g'illarda 12 yoshdan 15 yosh atrofida. Qizlarda bo'lsa 9 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan mushu arliqlarda, mushu yosh atrofida bo'ladi. 15 yoshga kirgan bo'lsa-mu, balog'atga yetganligiga doir alomat ko'rilmagan bolalar qiz yoki o'g'il bo'lishdan qat'iy nazar hammasi birdek balog'atga yetgan bo'lib hisoblanib, dinimizning farz, vojib qatorliq hukmlarini ijro qilishi kerak bo'ldi. Xuddi cho'ng odamlar, cho'nglar qanday ishlarni qilish majburiyati bo'lgan bo'lsa, dinda uni qilishga xuddi shu 15 yoshga kirgacha hech qanday alomati bo'lmasa-mu, alomat ko'rilmagan bo'lsa-mu, qiz bo'lsin yoki o'g'il bo'lishdan qat'iy nazar nima ish qildi ekan, hammasi birdek balog'atga yetgan bo'lib shariatda bunda hisoblanib, dinimizning butun farz, vojib hammasini hukmlarini ijro qilishi kerak bo'ladi. Mukallaf degan nima degan savolga kelsak, balog'atga yetgan va aqli hushi joyida dinning hukmlariga rioya qilishi kerak bo'lgan kishilar mukallaf deb ataladi. Aqli hushi joyida emas, balog'atga yetmagan bolalar mukallaf hisoblanmaydi. Shunga ular diniy mas'uliyatlarni ustiga olmasimi bo'ladi degan bir hukm chiqadi bu yerda. Endi biz af'ali mukallafin, ya'ni mukallaf bo'lgan, balog'atga yetgan, shariatda uningga qilishga tegishlik shariat takliflari uningga qilishi kerak bo'lgan af'ali mukallafin, ya'ni mukallaf bo'lgan, shariat taklif qilingan, ya'ni aqli hushi yuqorida biz mukallafning nima ekanligini dedik, shundaymi? Mukallaf degan qanday kishilar ekanligini dedik. Balog'atga yetgan va aqli hushi joyida dinning hukmlariga rioya qilishi kerak bo'lgan kishilarni biz mukallaf deymiz dedik. Xo'sh, endi mushundaq mukallaf bo'lgan, ya'ni shundaq shartga to'lgan kishilarningki shariatda qilgan ishlariningki ishlari qaysilar degan bir bob bu hamda af'al mukallafin degan nima degan bir savol chiqdi bu yerda. Af'ali mukallafin degan nima? Diniy vazifalarni ijro qilishga tegishli kishilarning so'z harakatiga munosibatlik xilma-xil hukmlar bor. Bular af'ali mukallafin deb ataladi. Uyg'ur xalqi eg'iz tilda ba'zan buni qisqartib halol harom hukmi deb atagan. Xo'sh, endi diniy vazifalarni ifodalaydigan atalg'ular qaysilar? Mukallaf, ya'ni balog'atga yetgan kishining so'z harakatiga oid hukmlar 8 turlik atalg'u bilan ifodalandi. Birinchisi farz, ikkinchisi vojib, uchinchisi sunnat, to'rtinchisi mustahab, beshinchisi mubah, oltinchisi makruh, yettinchisi harom, sakkizinchisi mufsid. Biz endi tövəndə mushu 8 xil atalğuni biz bir-birlab tushuntirib o'tamiz. Farz degan nima deymiz endi? Farz degan dinimizda qilinishi aniq buyurilgan ibodatlardir. Masalan, namoz o'qish, ro'za tutish va zakot berish farzdir. Farzni ado qilgan kishi ko'p savobga erishadi. Sababsiz holda qilmagan kishi gunohkor bo'ladi. Farzlardan biriga ishonmagan yoki uning dinimizning bir amri ekanligini qabul qilmagan kishi iymondan ajrab ketadi, ya'ni kofir bo'ldi degan gapimda. Xo'sh, endi farz 2 turlik bo'ldi endi. Farz 2 turlik bo'ladi. Birinchi farz ayn, balog'atga yetgan har bir musulmon cho'qim ado qilishi kerak bo'lgan farzdir. Masalan, 5 vaqt namoz, ro'za tutish farz ayndir. Masalan, 5 vaqt namoz o'qish, ro'za tutish farz ayndir. Ya'ni balog'atga yetgan butun har bir musulmon qanday qilish kerak? Cho'qim ado qilish kerak bo'lgan farzlar bular. İkincisi bo'lsa farz kifoya, ya'ni farz kifoya deymiz. Arabcha fard kifoya deydi. Bu hammalarning emas, butun musulmonlarning emas, ba'zi musulmonlarning ado qilishi kerak bo'lgan farzdir. Farz kifoya degan. Agar ba'zilar buni ado qilsa, boshqa musulmonlar bu mas'uliyatdan qutulgan bo'ladi. Agar hech kim bu farzni ado qilmasa, barliq musulmonlar javobgar bo'ladi. Masalan, bir mahallada bir musulmon vafot bo'lganda, mahalladagi bir qism kishilar uning jinoza meyit namozini o'qisa, mahalladagi barliq kishilarning gadindan bu farz saqit bo'lgan bo'ladi. Agar o'qimizchi, shu mahalladagi butun musulmonlar hammasi gunohkor bo'lgan bo'ldi degan gap. Xo'sh, endi vojibga kelaylik. Vojib farzga o'xshash kuchli dalillarga tayanmagan, ammo ado qilinishi amr qilingan ibodatlardir. Masalan,
hayit namozi o'qish, Ramazon oyida kambag'allarga fitr sadaqasi berish, qurbonlik qilish vojibdir. Farzni ado qilgandek vojibni ado qilgan kishi savobga erishadi. Qilmagan kishi gunohkor bo'ladi. Ammo farzni inkor qilgan kishi dindan chiqib ketgan bilan vojibni inkor qilgan kishi dindan chiqib ketmaydi. Xo'sh, endi sunnatga kelaylik. Sunnat Payg'ambarimiz farz va vojib ibodatlardan boshqa ado qilgan va bizningmi shunday qilishimizni tavsiya qilgan ishlardir. Buni sunnat deymiz. Sunnatmi ikki turlikdir. Birinchisi sunnati muakkada, ya'ni Payg'ambarimiz ko'p vaqtlarda qilgan, az vaqtlarda qilolmagan sunnatlardir. Masalan, bomdod, peshin, shom namozining sunnati bilan tarovih namozi sunnati muakkadadir. Sunnati g'ayri muakkadachi Payg'ambarimiz ba'zida qilib, ba'zida qilmagan sunnatlardir. Masalan, asr namozining sunnati bilan xubdan namozining boshdagi sunnati g'ayri muakkadadir. Sunnatlarni qilg'uchi savobga erishidi, Payg'ambarimizning shafoatiga noil bo'ladi. Sunnatni tark qilg'uchi bo'lsa, Payg'ambarimizga ergashmaganligi uchun savobdan mahrum qoladi. Hukmi bu endi. Xo'sh, endi mustahabga kelaylik. Mustahab dinimizning umumiy qoidalariga asoslanganda qilsi yaxshi va go'zal bo'ladigan ish harakatlardir. Bular Uyg'ur tilida nafla yoki mandub deb ataladi. Masalan, qushluq namozi, ya'ni chashka vaqti namoz o'qish, dushanba va payshanba kuni ro'za tutish, fiqirlarga sadaqa berish, o'zaro hadiyalashish qatorliqlar mustahabdir. Mustahab ishlarni qilguvchi savob qilishidi, qilmagan kishi bo'lsa gunohkor bo'lmaydi. Xo'sh, endi mubah kelaylik. Mubah qilish yoki qilmaslik ixtiyoriy bo'lgan ish harakatlardir. Mubah bo'lgan bir ishni qilgan vaqtimizda savobmi bo'lmaydi, gunohmi bo'lmaydi. Masalan, o'ltirish, mengish va uxlash qatorliqlar mubahdir. Endi makruh. Makruh dinimizda bu ish harakatlarini qilish yomon ko'rilgan va ziyonli ekanligi bilingachga qarshi elinmaydigan ish harakatlardir. Endi bu makruhmi ikki turga ayrilgan bo'lib, tahriman makruh deymiz. Ya'ni haromga yaqin makruh deb birinchisi bu. Ya'ni bu haromga yaqin makruh degan haromga o'xshash qat'iy bir daliliga tayanmagan bo'lsa-mu, ammo qilish man'iy qilingan ish harakatlardir. Buni qilguvchi gunohkor bo'ladi. Masalan, tamaki chekish, hayit namozi o'qimaslik, sababsiz holda asr namozini vaqtida o'qimay, kun patqanda o'qish qatorliqlar tahriman makruh bo'ladi. Ya'ni haromga yaqin makruh. Endi tanzihan makruh, ya'ni halolga yaqin makruh degan nima desa, bular qilinishi dinimizda yomon ko'rilgan ish harakatlardir. Buni qilguvchi gunohkor bo'lmaydi, ammo yaxshi bo'lmagan bir ishni qilgan hisoblandi. Masalan, o'ng qo'l bilan burnini tutib mish qilish qatorliqlar tanzihan makruhdir. Haromga kelaylik. Harom qilinishi dinimizda qat'iy man'iy qilingan ish harakatlardir. Masalan, nohaq odam o'ldirish, o'g'irlik qilish, haroq ichish, zina qilish, qimor o'ynash, cho'shqi go'shi yeyish, ota-onaga yaxshi muomala qilmaslik, boshqalarning orqasida g'aybat qilish qatorliqlar haromdir. Harom ish qilgan kishi Allohning oldida og'ir jinoyat ishlagan qattiq gunohkor bo'ladi. Harom ishlardan yiroq turgan kishilarni Alloh taolo yaxshi ko'radi va ular katta savobga erishadi. Haromni inkor qilgan, harom ishni halol hisoblagan kishilar islom dinidan chiqib ketgan bo'ladi. Endi mufsidga kelsak, mufsid boshlagan bir ibodatni buzgan ish harakatlar mufsiddir. Masalan, namozda gap qilsa, namoz buziladi. Ro'zador bilib turib yeb ichsa, ro'zasi sunib ketadi. Buzilgan ibodatni yangi boshdan qayta qilishi kerak. Buning ma'nosi bu shaklda. Xo'sh, endi ummaq farzandlarim, islomning shartlariga kelaylik. Musulmon bo'lganligimiz uchun qilishimizga tegishlik vazifalarimiz bor. Bularning bosh tikalganlarini islomning shartlari deb ataymiz. Musulmonlik bu shartlarning ustiga qurilgan bo'ldi. Bu shartlar ado qilinsa, bir musulmonlik, bir musulmon kimligi bizda paydo bo'lgan bo'ldi. Bu shartlar ado qilinmasa uchun musulmonlik kimligimiz bo'lmagan bo'ldi degan gapimdi. Birinchisi kalima-i shahodat, ya'ni ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu degan shahodat kalimasi. Ya'ni Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad alayhissalom Allohning quli, Allohning bandasi va elchisi ekanligiga ishonaman. Men shunday guvohlik beraman degan bu so'zni, bu kalima-i shahodat birinchisi, islomning shartlarining birinchisi. Ikkinchisi nima bo'lsa, namoz o'qish, 5 vaqt namoz o'qish. Uchinchisi ro'za tutish, yilda bir qatim. To'rtinchisi zakot berish, beshinchisi haj qilish.
Endi bu 5 şartning birincisi dinimizning eng asosli e'tiqodidir. Boshqasi bo'lsa, bu asosiy e'tiqod uchun qilishimizga tegishli bo'lgan asosli ibodatlardir. Suyimli payg'ambarimiz mundaq deydi. İslam 5 asos ustiga qurilgan deydi, ha? Buniyal islamu ala khamsin degan Rasulullahning mashhur hadisi. Arabchasini o'qishimga kerak yo'q. İslam 5 asos ustiga qurilgan. Allohdan boshqa iloh yo'q ekanligiga va Muhammadning sallallohu alayhi vasallam, Muhammad alayhissalomning Allohning elchisi ekanligiga guvohlik berish, ta'dil arkon bilan namoz o'qish, Ramazonda ro'za tutish, zakatni joyida berish, Ka'baga berib haj qilish. Bu 5 narsaning ustiga qanday qilingan islom qurilgan. Xo'sh, endi qizim tövəndə islomning shartlari nomida yozilgan Gökxan Avliyo o'g'li tarafidan yozilgan bir güzel bir she'r. Yuqorida biz 5 shartni so'zlab o'tdik. Buningga qopiyalashtirib yozilgan güzel bir she'r va bu she'rni o'qib o'ting. İslamning shartlari. İslamning 5 sharti bor. Bilish uni saodat. Kim buni ado qilsa, onunğa açılar cennet. Şartlarının birincisi kelime-i şahadet. Bir ve uluğ Allah'tan başka ma'bud yok elbet. Ahirki peygamberi şanı yüksek Muhammed. İkinci şart namazdır. Bek güzel bir ibadet. Günde yerim saatte sığdı 5 vakt nöbet. Üçüncü şart Ramazan. Rozesi üçün niyet. Gündüz yemey ve içmey. Hoşal ötüdü müddet. Dördüncü şart zakattır. Allah berse pul ve mal. Bedelini 40 böl. Bir ölüşni hediye ber. Bir kıtım hecgi beriş. Bolsi sana bir kısmet. Beşinci şart İslam'nın Kâbesini ziyaret. Gökxan Avliyo o'g'li. Necidlik Adem. Talha ibn Ubeydullah radhiyallahu anhu mundaq deydi. Bir kuni kiyimleri redsiz ve çaş sakalları ösüp ketken bir kişi Peygamber aleyhisselamның aldığı keldi. Necidden kelgen bu kişinin avazını ağlagan bolsak mı? Amma nimi degenlikini derhal bilgini bolmaydı. Bu kişi Peygamber aleyhisselamga yaqin keldi. Qarsak, İslamның nimi ekenlikini sorgan eken. Peygamber aleyhisselam onunğa bir geç gündüzde 5 vakit namaz okuş dedi. Bu kişi oquşqa tegishlik yana başka namaz var mı? Dep so'radi. Peygamber aleyhisselam yok. Nafli namaz okumakçı bolsan bu başka gap dedi. Peygamber aleyhisselam sözünü davamlaştırıp yani Ramazan ayında bir ay roza tutuş dedi. Bu kişi tutuşqa tegishlik yana başka roza var mı? dedi. Peygamber aleyhisselam yok. Nafli roza tutmakçı bolsan bu başka gap dedi. Talha radhiyallahu anhu rivayet kılıp aytdı ki Peygamber aleyhisselam necidlik bu kişiga zakat berishni aytganda bu kişi berishga tegishlik başka sadiqa barmı deb so'ragan. Peygamberimiz yok, nafli bolsun deb bersan u başka gap degan. Peygamberimiz yok, nafli bolsun deb bersan u başka gap dedi. Bu gapni anlagan necidlik kişi deganlaringning ko'pmi emas, ozmi emas, dal qilishga tirishman deb payg'ambarimiz bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Bu kishi ketgandan keyin payg'ambar alayhissalom agar u deganiga amal qilsa qutuldi, jannatga kiradi dedi. Bu hadis Buxoriy va Muslimda tilga ilingan. Nayt yaxshi qizim. Endi biz yuqorida o'rgangan darslarimizni biroz takrorlab o'taylik. Men tuanda sizga savol javob shaklida men savol so'rayman, siz uningki to'g'ri xatoligini menga ayirib berasiz, javob berasiz. Bo'lamdi? Ma'qul.
Birinci sualimiz. Allah Taala bizni yaxshi va foydali ishlarni qilishga buyurgan, ziyonli va nachar ishlarni qilishni bo'lsa, man'iy qilgan. Bu so'z to'g'rimi, xatomi? Albatta to'g'ri. Ikkinchisi, aqli ho'shi joyida emas, balog'atga yetmagan bolalarmi mukallafdir. Bu xato. Xo'sh, endi uchinchisi, farzlarni ado qilguvchi kishi ko'p savobga erishadi. Sababsiz holda ado qilmagan kishi gunohkor bo'ladi. To'g'rimi, xatomi? Albatta to'g'ri. Ha, endi farzlarning biriga ishonmagan. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizga farz qilgan, bekitib bergan, shuni qilinglar deb farz qilib bergan amallarning biriga ishonmagan yoki uning dinimizning amri ekanligini qabul qilmagan kishi islom dinidan chiqib ketgan bo'ladi degan bu so'z to'g'rimi, xatomi? Albatta to'g'ri. Xo'sh, endi oxirgisi ota-onaga yaxshi muomala qilmaslik haromdir. To'g'rimi, xato? Albatta to'g'ri. Xo'sh, endi biz tuvanda o'zimizni yana sinab boqamiz. Men sizga har bir savolning 4 tal tanlashi bor. Shu 4 tal tanlashdan birini eng to'g'ri bo'lgan to'g'ri javobni tanlaysiz. Men sizdan savol so'rayman. Birinchisi, tuvandagilardan qaysi farz ayindir? Birinchisi azon o'qish, ikkinchisi tasbih aytish, uchinchisi namozdagi qomat, to'rtinchisi ro'za tutish. Bularning qaysi, mush 4 amalning qaysi Alloh bekitgan farz ayin? Bu yerdagi farz ayin ro'za tutish. Xo'sh, nayt yaxshi. Tuvandagilardan qaysi farz kifoyadir? Birinchisi namoz o'qish, ikkinchisi hajga berish, uchinchisi zakot berish, to'rtinchisi jinoza namozi o'qish. Qaysi farz kifoya? Bu yerdagi farz kifoya jinoza namozi o'qish. Xo'sh, endi uchinchisi tuvandagilardan qaysi sunnati g'ayri muakkada? Biz sunnati g'ayri muakkada qaysi muakkada yuqorida deb o'tdik-ku? Diqqat qiling. Birinchisi bomdod namozining sunnati, ikkinchisi namoz shamning sunnati, uchinchi vitr namozi, to'rtinchisi asr namozining sunnati. Mush 4 narsadagi 4 sunnat bor. Bu 4 sunnatning qaysi sunnati g'ayri muakkada? Ya'ni ta'kidlanmagan sunnat qaysi? Bu yerdagi sunnati g'ayri muakkada asr namozining sunnati. Endi to'rtinchisi tuvandagilardan qaysi harom emas? Harom emas, ha? 1. Yolg'on gap qilish, ikkinchi o'g'irlik qilish, uchinchi qimor o'ynash, to'rtinchi tanharakat. Bu yerdagi harom bo'lmagan narsa tanharakat. Nayt yaxshi. Chunki yuqoridagi uchining hammasi Alloh harom qilgan ishlardan, tushunami? Xo'sh, endi oxirida yana bir savolimiz. Tuvandagilardan qaysi tahriman makruh emas deydi? Tahriman makruh emas. Biz yuqorida buni qayta takrorlab o'tmayman. Yuqorida so'zlab o'tdik. Birinchisi tamaki chekish, ikkinchi hech namozni o'qimaslik, uchinchi asr namozini kun petayotganda o'qish, to'rtinchi burnini o'ng qo'l bilan ko'chilash. Bu yerdagi tahriman makruh bo'lmagan narsa burnini o'ng qo'l bilan ko'chilash. Xo'sh, endi biz tuvanda men sizga yana bir qancha savol so'rayman. Yana bu shar'iy atalg'ularning nimasini deb bersiz, menga ismini deb berasiz. Asli bu kitobimizda bu yana asli to'ldirish kerak bo'lgan, ya'ni qalamda to'ldirilish kerak bo'lgan yerlar. Men sizga savol shaklida so'rayman, menga javob berasiz. Birinchisi, aqli hushi joyida, balog'atga yetgan, dinimizning vazifalarini ado qilishga tegishli kishilar islomda nima deymiz? Uning ismi nima? Savolni tushuning, aqli hushi joyida, balog'atga yetgan, dinimizning vazifalarini, ya'ni Alloh buyurgan ishlarni ado qilishga tegishli kishilar islomda nima deb atildi? Mukallaf deb atiladi. Nayt yaxshi. Mukallaf deganimiz darsimizning yuqorida so'zlaganimizdek, ya'ni shariatga taklif qilingan, shariatning buyruqlari, dinimizning buyruqlarini ijro qilish yeshig'i to'shqan degan gap bu. Xo'sh, endi dinimizda qilinishi qat'iy buyurilgan ibodatlar nima deb atildi? Farz deb atiladi. Xo'sh, endi mukallaf bo'lgan har bir musulmon cho'qim ado qilishi kerak bo'lgan farzlar nima deyildi? Farzi ayin deyildi. Xo'sh, nayt yaxshi. Endi ba'zi musulmonlarla ado qilsa bo'ladigan farzlar nima deyildi? Farzi kifoya deyildi. Xo'sh, nayt yaxshi. Endi farzga o'xshash kuchli dalillarga tayanmagan, ammo ado qilinishi amr qilingan ibodatlar nima deb atildi? Vojib deb atiladi. Xo'sh, endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'p vaqtlarda qilgan, oz vaqtlarda qilolmagan sunnatlar nima deyildi? Sunnati muakkada deyildi. Endi dinimizning umumiy qoidalariga asoslanganda qilsa yaxshi va go'zal bo'ladigan ish harakatlar nima deyildi?
Mustahab deb atiladi. Qilish qilmaslik ixtiyoriy bo'lgan ish-harakatlar nima deyildi? Mubah deyildi. Xo'sh, endi dinimizda qilinishi qat'iy man'iy qilingan ish-harakatlar nima deyildi? Haram deyildi. Dinimizda bu ish-harakatni qilish yomon ko'rilgan va ziyonliq ekanligi bilingachga qarshi elinmaydigan ish-harakatlar nima deyildi ular? Makruh deyildi. Qadrli o'maq farzandlarim, shunaqalar radio oldida bizni anglayotgan hurmatlik ota-onalar va ochi-singlar, shuna qilib bugungi go'zal dinim programmasining 4-soni mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh yangi bir sonimizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. O'maq qizim, unaqsa sizmi xo'shlashib oling. Hürmetlik ata-analar ve qadrli kichik do'stlarim, shunda qilib bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki programmamizni ko'rishguncha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.